уже 70 million oborot qilingan, 1,5 oyda. Kamida masalan $3,000 yig'ib qo'ygan insonlarga bu biznes boshlash uchun juda ham yaxshi yo'nalishlar. Ko'p holatda 99% do'konchi qaytara olmaydi. Olishga majbur bo'ldi. Buni qanaqa qilib yo'qotsak bo'ladi? Buni bizda keyingi sezonni kutishimiz uchun 1 yil kutishimiz kerak emas. Bizda onlayn biznes gruppamizda o'qiyotgan Odajon aka hozirgi holatdagi oborotlari 70 million ekan. Bundan oldingi videoda 84 million degan ekanmiz, 70 million ekan, hozir ko'rib chiqyapmanmi. Xo'p, 1,5 oyda o'qishni qachon boshlagandingiz Odajon aka? O'qishni 6-noyabrda boshladim. 6-noyabrda. Lekin savdoga dekabrda chiqasiz. Dekabrda chiqdik. Nimaga kechroq chiqdingiz orada? Ozgina o'rganishimizda qiyinchilik bo'ldi. Narsani ko'p o'rganish hisobiga sekinroq chiqdingiz. Lekin o'zi mana 1,5 oyda o'zi 70 million oborotdan o'zi o'tibsiz. Hozir ko'raman magazinlarini. Asosan 4 ta magazinda shug'ullanadi. Bu yerda 4 ta magazin, asosan oyoq kiyim, mujskoy va женский и xostovar bor, и alohida yana o'yinchoq. O'yinchoq. O 4 ta magazinga fokus bo'lingan. Hozir magazinlarni ko'rib chiqyapmizda. Asosiy bu yerdagi muammo oyoq kiyimda sezonli tovarlar bilan shug'ullanadi. Hozir birinchi kirganingizda qishki kiyimlar edi. Qishki oyoq kiyimlar edi. Ular savdolar yaxshi bo'ldi. Hozir endi o'sha biz fevralning o'rtasidamiz. O'sha qish sezoni o'sha tugab ketib bo'ldi. Ana endi bizda hozir qolib ketyapti ostatkalar. Ostatkalar qolyapti. Lekin ko'p emas ekan. Hozir ko'rib chiqdim. Unaqa ko'p emas asosatka. Endi hozir biz bahorgi sezonda o'sha mahsulotlari bor bu yerda, oyoq kiyimlar. Asosiysi bu yerda oyoq kiyimlarda sizda nechta mahsulot yaxshi ketyapti. Ya'ni A kategoriyada hozir ko'rdim, bitta ko'rsatdingiz menga. Bittada o'zi 4 xil oyoq kiyimida. Krossovkalar ham bor. Bu krossovka lekin birinchi qo'ygansiz yaxshi ketmagan. Buni hozir ayollarnikini qo'yganim uchun hali e'tibor bo'lmadi. Yaqinda qo'ydim buni. Fokus bermayapsiz bunga. Fokus bermadim hali. Bu yerda mana qishki oyoq kiyimlarni ko'rishingiz mumkin. Bular yaxshi ketgan, o'sha ostatkada lekin bizda qolib ketgan. Shu narsani hisobga olish kerak. Ostatka tovar qachon qolib ketadi? Qachonki siz sezonli tovarlar bilan shug'ullanishni boshlasangiz. Bu yerda endi lekin shu yo'nalish sizga o'sha yoqqan. Shu oyoq kiyim yo'nalishida ishlayman deganlar, shuni hisobiga ostatkalarni ham hisobga olishimiz kerak biz. Ana endi yana yomon tomonlaridan bittasi oyoq kiyim olganda 5 ta razmerni birdaniga olish kerak va qaysi razmer sizda qolib ketishini siz bilmaysiz. Balki eng katta razmer, balki yoki bo'lmasam eng kichkina razmer. Sizda ko'proq qolib ketyapti 39. 39 razmer qoldi. Shuni iloji boricha kam olishga harakat qilaman. Baribir 39 razmer qo'shilgani uchun olishga majbur bo'ldim. Buni qanaqa qilib yo'qotsak bo'ladi? Buni o'sha aytganimizdek gaplashib o'tdik. Skidka berib, boshqa usullaridan yoki nazorat qilib turib qaytarib bersangiz, agar do'konchi oladigan bo'lsa, qaytarib bergan yaxshi, lekin ko'p holatda 99% do'konchi qaytara olmaydi. Qaytara olmaydi, shuning uchun sal narxni arzonroq qilib qo'yaman 39 ga. Shunaqa. Hisobni olib ketishimiz kerak. Bizda o'sha eng kichkina razmer qolib ketish ehtimoli ko'proq. Xo'p, bu yerda krossovkalarni ko'ryapman. Krossovkalar endi sezon endi boshlanadi. Sotuvlarimiz bu yerda pashta yo'q. Lekin bizda loferlar yaxshi ketgan-a bu yerda. Loferlar yaxshi ketdi. Mokasini va loferlar. Mana bu oyoq kiyimimiz ham yaxshi ketgandi. A kategoriyada turibdi hozir bu mahsulotimiz, bu tovarimiz va loferlar qayerda ko'rdimmi men? Teparoqda. Mana loferlar bu yerda sotuv o'zi 80 bitta sotilgan. Bu yerda o'zi 4 ta tovar bor. Hozir boshida 4 ta bilan kirdim. Keyin yana qo'shdim, hozir 8 ta, 9 ta bo'ldi. Yana hozir 3 ta qo'shmoqchiman bunga. Sizga asosiy 70 million savdoni oyoq kiyimlardan mujskoysi ham bor. Hozir женскийsiga ham o'tamiz bu yerda. Женскийda bitta oyoq kiyim bor, lekin unda sotuv unda ham bor. Shunaqa. Lekin asosiy baribir oborotni mujskoy oyoq kiyim bergan bu yerda, to'g'rimi? Shunaqa. Yaxshi. Qolgan eski ularni hozir biz o'sha chiqarishni boshladik bu yerda. Asalga tovarni narxini tushirib turib sotib yuboradi o'zi o'zgartirib qo'ydinglar narxlarini. O'z narxiga to'g'rilab qo'ydim. Bizda keyingi sezonni kutishimiz uchun 1 yil kutishimiz kerak emas. Yaxshi narxni arzonlashtirib, yaxshisi kutilganimiz yaxshi, pulimiz oborotda bo'lgani yaxshi.
Xo'p, bundan keyingi asosiy oyoq kiyimga urg'u qaratiladi bizda, chunki oyoq kiyim yaxshi bizga pul keltiryapti, lekin bahorgi sezonni o'zi hisobga olib, o'sha tovarlarni o'zi olish boshlab qo'ygansiz o'sha bu yerda. Hozir yana bu yerda studiyamizga tovarlarni olib keldilar. Bu yerda bizning studiyamizda infografika rasmlarni yaxshilab tayyorlab, o'sha sotuvga chiqadi. U jenskiy olib keldingiz menimcha hozir. Hozir jenskiy olib keldim. 6 xil bo'lyapti. Shularni rasmga olib, infografika qilib joylaymiz keyin. Bo'ldi, zo'r. Ana endi fokusimiz asosan oyoq kiyimda bo'ladi. Sezonga moslashgan holatda bir oy oldin eng kamida 1 oy bilan 2 oy orasida biz oldindan mahsulotlarni tanlashimiz kerak. Bu yerda dekabrda kirganingizda oyoq kiyim o'zi qarang, qishki sezondagi tovarlar o'sha dekabrda bizda ko'pchilik oladi, olib qo'yadi. Lekin siz sotilgan nimani hisobiga deb o'ylaysiz? Masalan, chunki qish sezonining boshlanishi oktyabr o'rtasi bo'ladi, baribir. Noyabrda o'sha yaxshi ketadi, o'sha dekabrda o'zi pashta ham olib oladi. Siz lekin dekabr o'sha oxirroqqa kirgansiz-da. Hozir dekabr shu oxirroqda kirganimda 10 million, 8 million, 11 millionga yaqin narsa oldim. Shunda hammasini bitta-bittadan olib qo'ydim. Dekabr oxirrog'idamidi bu? Dekabr boshida. Shuning ichida hali sotilmaganlari ham bor. O'sha sotilishni boshlagan yaxshisiga e'tibor berib, yana bitta-bittadan olib bordim. Ikkinchi safariga ular ham sotilib ketdi. Keyin 6tadan boshladim. 6ta korobkadan. Har bitta razmerdan 6tadan olib bordim. Keyin yana sotilgandan keyin yana shunaqa olib borib qo'ydim. Keyin suv pasaygandan keyin, pulni salistigandan keyin to'xtatishni boshladim. To'g'ri, chunki o'sha yanvarda o'rtalaridan boshlab turib, o'sha tovar olib kirish kerak emas, chunki 2 oy davomida o'sha hamma o'ziga kerak narsani o'zi olib oladi. Endi agar mabodo qor yog'ishlarini hisobga olinmaydigan bo'lsa, O'zbekistonda baribir bu hozir qor kam ham bo'ldi o'sha. Bir marta yog'di. Shuni hisobiga ham odamlar oyoq kiyimni qishkisini olmaydi. O'sha krossovkada yuramiz. Masalan, mana juda kam kiyamman. Krossovkani o'zi o'tkazsa bo'ladi bizda. Xo'p, yaxshi. Undan tashqari alohida bu yerda xos tovarlarni yo'nalishiga kirganlar. Xos tovarda ham magazinda tovar unaqa ko'p emas. 4 xil eskoy ko'rdimmi? 4 xil. Jenskiyni o'tmayman, chunki jenskiy oyoq kiyimda bir dona tovarimiz bor xolos. Ishni boshlaganimizda shapkalar bor edi. Shapkalar bor edi. Shapkalar yaxshi ketmagan. O'zi har doim bundan oldin ham o'quvchilarimiz chiqarayotganimizda bizdan nima desa bo'ladi, boshlang'ich tovarlari borki, qolib ketadi-da, yaxshi ketmaydi. Bu hammada bo'ladi bu narsa. Bu etapda sekin o'tib olinadi. O'zi sizni ish faoliyatingiz umuman savdo bilan bog'lanmasa? Savdo bilan shug'ullanganman shu 2009-2010-yil, unda yosh bo'lganman. Oldinroq. Ancha yosh vaqtlaringizda. Shundan keyin to'xtatgan edim. Hozir o'zingizda kichkina biznesingiz bor. Suv ishlab chiqaramidingiz, shunaqa edi. Shu aytgandingiz oldin mo'kalarga suv o'tkazib beramiz deb. Shunaqa. Va qo'shimcha ravishda uzumni ham savdo qiladi. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda 4 xil eskoy bor xolos. Xos tovar yo'nalishimizda, lekin yaxshi tomoni bu narsani tushuntirayotganimizda, xos tovar yo'nalishida tovarlaringiz doimiy ravishda sotiladi. Ya'ni sezon umuman bog'liq emas bu yerda. To'g'ri, bu yerda pul kamroq qolishi mumkin, lekin sotuv juda ko'p va konversiyasi yaxshi. Bu yerda hozir har bittasini o'sha har 100 tadan o'sha avtomatik bu yerda 7 ta odam примерно olyapti-da, o'rtacha. Har 100 ta ko'rishdan 7 ta odam olyapti. Даже buni ko'paytirsa ham bo'ladi. Eng qizig'i, uzumni ichki reklamalarni bu yerda boostlar yoqmagansiz hali. Boostlarni faqat mana shu ikkita tovarimga yoqib ko'rdim. Keyin sal sotuv boshlangandan keyin to'xtatdim. Yaxshi ketmaganiga yoqdingizda, yaxshi ketayotganlarga o'sha yoqilmagan, o'sha takada yaxshi ketgan o'zi. Yaxshi yo'nalishga sotuv boshlagandan keyin o'sha o'chirib qo'ydingiz o'zi. O'chirib qo'ydim uni. Shunaqa. Bu yerda hozir bizni planlashtirishimiz bo'yicha boshqa yo'nalishlarga ham kirmoqchi edilar. Yana qanaqa yo'nalishga kirmoqchi edingiz? O'rtog'ingizdan tovar olib Nasiyaga vaqtinchalik o'sha Nasiyaga foydalangan holatda elektr tovarlarni texnikaga u yo'nalishga kirmoqchi edilar. Hozir u yo'nalishni biz chopdik, chunki o'sha bu yerda xos tovar yo'nalishida yaxshi obrat qilsa bo'ladi bu yerda va bizda eskoy juda ham kam. Buni biz ko'paytirishimiz kerak hozir. Birinchi navbatda fokusni bunga qaratamiz va undan tashqari alohida
mushko oyoq kiyimlari juda ham yaxshi ketayotgan. Mushko oyoq kiyimlarga fokus va undan tashqari jenskiyga o'sha как раз bugun olib kelganingizni уже sotuvga chiqarish kerak, уже ishlash kerak uni ustida va jenskiy kategoriyani oyoq kiyimiga ham e'tibor qaratamiz. Nima hisobiga oyoq kiyimni уже nasiyaga beryapkan. Уже oyoq kiyim ichida anchadan bir shug'ullanadi, oyoq kiyim yaxshi pul keltirishni ham ko'ryaptilar. Shuning hisobiga jenskiy kategoriyada ishlashni davom ettiriladi. Shunaqa va planni biz aprelni уже boshlarigacha уже оборот 2 barobar oshirish, ya'ni 150 million оборотga уже chiqishimiz kerak. Hozir данный momentda fevralning 18-sida 18 fevral bo'ladigan bo'lsa, уже 70 million оборот qilingan 1,5 oyda. Va 1,5 oydan keyin biz уже 1 oydan keyin примерно уже 150 million ursa bo'ladi-yu. Lekin bizda bu yerda pul ishlatib qo'yapsiz-da, o'sha tushayotgan pullarni. Hozir ishlatayotgandim, endi to'xtataman. Ha. Orada nimaga? Chunki bizda ozgina pullar muammo bor, chunki ro'zg'or ketib qolyapti va o'sha shuni hisobiga men o'sha qo'ymoqchi edim kattaroq oborot. Masalan, 250 million qo'ysa bo'lardi aprel o'rtasigacha bemalol, lekin pullar bizda ozgina muammo bo'lganligi tufayli aprelning boshiga 2 barobar oshirish planni qo'yamiz va undan keyin o'sha normaga tushadi, o'sha puxta xohlasa pul doimiy ravishda bo'ladi. Ya'ni biz doimiy ravishda reinvestitsiya qilib tashlashimiz kerak. Hozir videoda biz ko'rsatganimiz yo'q, bu yerda oyoq kiyimlarda ham juda ham ko'p oyoq kiyimlarda razmerlari sotilib ketib bo'lgan, olib borib qo'ymagansiz. Shunaqa bo'ldi. Bunaqalar juda ko'p. Ya'ni masalan qaysilarni ko'rsatsak ham bo'ladi bu yerda oyoq kiyimda olib borilmaganda, o'sha mahsulot o'sha A kategoriyaga o'sha tushib bo'lgan, sotilib bo'lgan, 41, 42, 43 lar o'zi ketib bo'lgan, bitta 39 turibdi, bitta 40 turibdi. Qolgan razmerlar sotilib ketib bo'lgan. Endi do'konchiga boradigan bo'lsalar, do'konchi ham razmerni sotadi boshqa qayerdan, olishlariga to'g'ri keladi. Va buni olish uchun ham bizda mana оборотdagi pul tushishi kerak, оборотdan pulni chiqarib olishimiz kerak. Ana undan keyin olib borib bera olamiz. Shuni hisobiga puldan ozgina uzilish bor. Shuni hisobiga vaqtida to'ldirib qo'yila olmayapti. Ya'ni upushinni vurishga bo'lib qolyapti bu yerda oyoq kiyimda. Va shu narsalarni to'g'irlashimiz natijasida o'sha mana mart oyidan boshlab savdo o'sha yanada oshib ketadi va aprel o'rtasigacha даже o'rniga ham bormasa kerak o'sha mart oxirida xolasa savdoni 2 barobar oshirish. Videolarimizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa keyingi darslarimiz примерно mart boshlariga qo'ysak, оборот ko'ramiz. O'sha bu yerda jenskiyni olib kirasiz va xos tovarlarni o'sha gaplashib, o'z zakazlarni qilishni boshlaysiz bu yerda. O'z Xitoyda bilan ishlayapsiz, primoy siz hozir xos tovarlarni. Xos tovarlar xitoyliklardan. Primoy. Zo'r. Endi fokus значит xos tovarga va mushko oyoq kiyim ko'proq qaratamiz va jenskiyga ham qisman qaratgan holatda savdoyimizni biz qilishda davom etamiz. Shuning uchun biz kanalimizdan uzoqlashmaydi. Yangiliklarni Instagramda, Telegramda, YouTube'da qo'yilmagan videolarni albatta biz qo'yib borayotganmiz. Shuning uchun videolar yoqayotgan bo'lsa, albatta layklarni bosib turinglar. Unaqa so'ramaymiz, layklarni bosishinglarni, lekin men o'ylaymanki bu ko'rayotgan odamlarga, biznesga endi kirmoqchi bo'lgan insonlarga ham foydali bo'ladi, chunki O'zbekistonda ko'rasizlar, uzun marketda ishlash tobora xohishlar juda ham ortib boryapti. Endi sizni biznes sohasida bo'lmaydigan bo'lsangiz ham, tovar uchun kamida masalan $3000 yig'ib qo'ygan insonlarga bu biznes boshlash uchun juda ham yaxshi yo'nalishlar, ya'ni katta pul kerak emas va hozir FB sistemalari o'sha uzumda ishga tushish boshlagan. O'sha biz ham ishlayotganmiz. Ko'p tovarlarni ya'ni sotib olish shart emasda, FBS orqali ishlasangiz ham bo'ladi. Ya'ni FBS degani do'konning o'zida mahsulotlar turadi. Bu yerda do'konchi bilan kelishgan holatda, kartochkasini yaratgan holatda qachonki sizga zakaz tushsa, mana shu paytda zakazni yetkazib bersangiz, o'sha qachonki tovarlaringizni ob'yomi oshish boshlagandan keyin, undan keyin uzum sifatiga FBO'ga o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Shunaqa do'stlar va o'zingizni offline biznesingizni onlaynga o'tkazmoqchi bo'lgan tadbirkorlar uchun ham juda ham uzun yaxshi yo'nalishlardan bittasi, chunki ko'ryapsizlar, savdo baribir onlaynga o'tib boryapti. Shuning uchun biznes modellarini sekin-sekin onlaynga qarab o'zgartirish kerak.